qatra zilol shabnam. Senga bir savolim bor, kelmasin malol shabnam. Lola bargiga qo'ngan bir qatra zilol shabnam. Senga bir savolim bor, kelmasin malol shabnam. Sen qatra tarovatsan, barq uzra omonatsan. Bas nechun nigohingda shunchalar hayol shabnam. Yor ko'ksiga bir oqshom nur bo'lib qo'nar bo'lsang, yor ko'ksiga bir oqshom nur bo'lib qo'nar bo'lsang, bo'lsa bir labolingni nush etar jamol shabnam. Lola bargiga qo'ngan bir qatra zilol shabnam. Senga bir savolim bor, kelmasin malol shabnam. Lola bargiga qo'ngan bir qatra zilol shabnam. Senga bir savolim bor, kelmasin malol shabnam. Kelmasin malol shabnam. Kelmasin malol shabnam. Rahmat. Shabnam deb nomlangan. Shabnam degan qo'shnimiz bo'lardi. Bilmayman hozir qayerda ekan. Shabnam edi ismi. Xo'p, endi Musulmon akadan ham bir chiroyli qo'shiq bor ekan. Shu qo'shiqni ham eshitib olsak. Hozir qizlarimiz demak tayyor holatga kelganlari. Ha, yana raqsi bilan birga. Biz yana Ahmad akani suhbatga tortamiz. Ahmad akada chiroyli she'rlar ham bor. Xo'p, Ahmad aka, marhamat, bugun qaysi she'rni tinglaymiz? Bilasizmi Farhodjon? Juda bir qadrdon ukaxondan bor. O'zlari bilan hech ham uchrashmaganman, lekin kuni kecha Surxondaryoga bo'lgan hurmatlari menimcha bo'lsa kerak, Surxondaryoga atab bitta she'r yozgan ekanlar. O'shani virtual do'stsiz. O'zlari Surxondaryodan emas, bizning vohamizdan emas. Hozir Toshkentda o'zlari mehnat qilyaptilar, ijod qilyaptilar. Shu bitta she'r alay qilgan ekanlar, men shuni o'qib berishni lozim topdim Surxondaryo haqida. Demak, Surxondaryo. Necha oylar so'z demadim. Qog'ozlar bo'sh. Yuragimda hasratlarim daryo, daryo. Qo'lda qalam. Ko'ngil esa mudom xomush. Kel, she'rimga sherik bo'lgin Surxondaryo. G'animlarga mudom ko'ksi qalqon bo'lgan. Qalqon ko'ksi qonda alvon alvon bo'lgan. Abdullolar senda o'sib palvon bo'lgan. Kel, she'rimga sherik bo'lgin Surxondaryo. Boysun bahor, sen havosi tozasan. Ta'riflari dunyoga ovozasan. Janub emas, jannatlarga darvozasan. Kel, she'rimga sherik bo'lgin Surxondaryo. Sen g'ururi baland tog'im, jo'shqin soyim, havosi sof, tuprog'i zar oltin joyim, bir ishkomi dunyoga teng oltin soyim. Kel, she'rimga sherik bo'lgin Surxondaryo. Sarosiyo Osiyoning boshisan. Qaldirg'ochlar Barchinoyning qoshimasmi? Buloqlaring ko'z yoshimasmi? Kel, she'rimga sherik bo'lgin Surxondaryom. Zo'r sog'inch yo'q ona vatan iforidan, balanti yo'q Jarqo'rg'onning minoridan, maktab ochgan sayrob chinoridan. Kel, she'rimga sherik bo'lgin Surxondaryom. Quloq tut ko'ngillar zoriga, dehqonlari har yilgi bahor imtihon, Xudodan rizq so'rar maysa zoriga.
bahoriga belanchak bog'dir qumqo'rg'on shoir qalbi tuyg'ularga buyuk daryo so'zim ila zalolatni mat etkim yurakdan so'z sehrin olmagin Alloh totirikman vatanimni madh etkim deb bizni Surxondaryo viloyatimizga bo'lgan hurmatlarini chiroyli she'rlar qilib menga jo'natgan ekan. Shuni o'qishni lozim topdim. O'zi surxondaryolik emas? Yo'q, o'zi surxondaryolik emas. Har bir viloyatni tumanlariga ozroq urg'u berganlar, chunki bizni viloyatimizni to'g'ri ta'rif bildirganlar-da. Bildirganlar, ha. Ozgina xato kamchiliklari bo'ldi o'zim o'qish jarayonimda. Ha, yo'q, bu qabul qilinadi, chunki bu jonli efir. Lekin menga yoqdi she'r. Masalan, surxondaryolik bo'lmasdan turib, Surxondaryoga shunday ta'rif berish uchun Shunday. zo'r. Ajoyib. Demak, qizlarimiz tayyor. Marhamat, Musulmon aka tayyorsiz. Demak, Musulmonjon ijrosida qo'shiq eshitsak albatta chiroyli bo'lardi. Musulmon aka qaysi qo'shiq? Surxon deb nomlangan qo'shiqlarni taqdim etadilar. Bu kishi ham Jumanazar Anorov so'zlari, to'g'rimi? Jumanazar Anorov. Jumanazar Anorov, siz bizni tomosha qilib turgan bo'lsangiz, tayyorgarlik ko'ring, kostyum-shimlarni tozalab, galstuk, ya'ni bo'yinbog'larni tayyorlab turing. Keyingi mehmonimiz siz bo'lasiz dasturlarda. Marhamat. Surxondan so'ylab o'tarman, Surxon baxtini kuylab o'tarman. Surxondan so'ylab o'tarman, Surxon baxtini kuylab o'tarman. Qalqonishdek tanta xalqimning umrim bo'yi o'ylab o'tarman. Qalqonishdek tanta xalqimning umrim bo'yi o'ylab o'tarman. Surxon juda ko'hna maskandir, altervizi elga dostondir. Surxon juda ko'hna maskandir, altervizi elga dostondir. Ta'riflashga munosib so'z yo'q, mehnat bilan bag'ri bo'stondir. Ta'riflashga munosib so'z yo'q, mehnat bilan bag'ri bo'stondir. Surxondan so'ylab o'tarman, Surxon baxtini kuylab o'tarman. Qalqonishdek tanta xalqimning umrim bo'yi o'ylab o'tarman. Qalqonishdek tanta xalqimning umrim bo'yi o'ylab o'tarman. Hozir xonim yetsa quloqing, o'ybastingni quchib qolardim. Hozir xonim yetsa quloqing, o'ybastingni quchib qolardim. Erkalanib qisiq bag'ringda hamon Surxon bo'lib qolardim. Erkalanib qisiq bag'ringda hamon Surxon bo'lib qolardim. Surxondan so'ylab o'tarman, Surxon baxtini kuylab o'tarman. Qalqonishdek tanta xalqimning umrim bo'yi o'ylab o'tarman. Qalqonishdek tanta xalqimning umrim bo'yi o'ylab o'tarman. Umrim bo'yi o'ylab o'tarman. Umrim bo'yi kuylab o'tarman. Olqishlar, Surxondaryoga olqishlar bo'lsin. Haqiqatan Juda Surxonjonimni har bir hududi go'zalda. Surxondaryolik bo'lganimdan faxrlanib ketdim. Mana shu
she'rni, ya'ni qo'shiqni eshitib to'g'risi. Avval faxrlanmaganmisiz? Avval ham faxrlanganman, yana ham faxrlanib ketdim. yashang. Juda ham chiroyli ta'rif berilgan ekan. Qo'shiq ham, she'r ham juda ham zo'r. Menga yoqdi. Albatta. Xuddi shunday Surxondaryoni kecha Qashqadaryo viloyatidan Ahmad aka Qashqadaryo viloyatidan Qashqadaryo viloyatiga borib keldik xizmat safari bilan va bizni Qashqadaryodan Surxondaryogacha eltib qo'ygan inson 12 yil davomida Koreyada yashagan ekan. O'zi aslida Qarshi shaharda va 12 yil Koreyada yashagan ekanda va ayni kunlarda O'zbekistonda va Surxondaryoga biz bilan kelishiga to'g'ri keldida. Boysun tog'lari boshlandi-ku bir mahal. Ana. Shunchalar xursand, men dedi dunyoning qay mamlakatlariga bordim dedi. Mana manzara, mana chiroylik. Kelinglar to'xtaylik, nafas olaylik shu yerda dedilar-da. Keyin Boysunda o'sha nima, Sayrob chinoriga yaqinroq joyda Sayrobga burilib ketadi bu yoqqa. Biz burilmadik-da, to'g'ri ketdik va to'xtadik. O'sha tog'lar, adirliklardan nafas oldikda, keyin aytdilar, o'tirsam maylimi hozirroq dedilar. Vatan sog'inchini vatandan yiroqda bo'lganlardan so'rash kerak-da. Ular ko'proq his qiladi-da. Keyin Surxondaryoga ta'rif berdilar-da. Keyin aytdilar, Jo'rabek aka ekan ismlari Surxondaryo menimcha jannatning yerdagi soyasi bo'lsa kerak dedilar-da. Men qaniki qanotim bo'lsa-da uçsam-da, xursand bo'lib ketdim-da. Endi o'zimni yurtdoshim aytayapti bu gapni, begona aytmayapti, lekin bu gap yuragidan chiqyapti-da. Chunki bu yashillik, bu xuddiki musavvir chizib qo'ygandek. Xuddi musavvir, mohir musavvir chizib qo'ygandek-da. Mana shunday mo'jizasi. Mana shu go'zalliklarimiz, mana shu chiroyimiz umuman bizni tark etmasin. Hech qachon musaffo bo'lsin. Ko'z tegmasin. Surxondaryo. Keling, mana ekoturizm rivojlangan manzil, Surxondaryo. Etnoturizm rivojlangan, folklor san'ati bu taraqqiy etgan, bugun o'sha diqqatga sazovor manzillarimiz ko'p bo'lgan hududda mamlakatimiz rahbari aytdilar-ku, haftaning shanba va yakshanba kunlari mehnat jamoalari va oilaviy sayohatni amalga oshiradigan kun deb. Agarda men boshqa viloyatdan bo'lganimda har hafta Surxondaryoga kelaverardim. Shunday. To'g'risida. Chunki Surxondaryoda menimcha bir yozgi mavsum davomida bemalol borib chiqsa bo'ladigan lokatsiyalar bor. Xuddi shunday. Xuddi Farhod aka kabi azizlar, har birimizni mana shunday vatandan faxrlanish hissi aslo tark etmasin deb qolamiz va bizni Munavvar kun takliflar va fikrlar guruhimizga ham juda ham ko'plab tabriklar, tilaklar yetib kelyapti. Ustozimizni tanigan insonlar tabrik yozishyapti. Keling, hozir ularni bir nechtasini o'qib eshittirsak. Assalomu alaykum. Bugun men uchun qadrli akajonimning tug'ilgan kuni. Akajonimga sog'lik, salomatlik tilayman. Bunday tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rsinlar, yuzlarga kirsinlar deb Boysun tumani Gaza mahallasidan Sardor Xoliyorov yozib qoldiribdilar. Assalomu alaykum Munavvar kun musiqiy dam olish dasturi ijodkorlari. Bugun o'zlarining ajoyib dasturlari bilan sizlarning mehmoningiz bo'lib turgan ustozlarimga sog'lik, ijodlariga esa bardavomlik tilayman. Shogirdlaridan Qumqo'rg'onlik Nasiba Sohibova yozib qoldiribdilar. Nasiba opa. Assalomu alaykum Munavvar kun ijodkorlari. Bugun bitta ammajonim, Ozoda ammani tug'ilgan kuni. Ammajonim, mehribonim, sizni hammamiz butun oilamiz yaxshi ko'ramiz. Siz dunyodagi bitta yagona ammasiz. Sizday mehribon amma ko'rmadim hali bu dunyoda. Baxtimizga har doim shunday kulib, xursand bo'lib yuring deya bizga Amin Muhammad Amin nomi ostida xabar yetib kelibdi. Xo'p, albatta Malika Karaxonova aytganlar. Assalomu alaykum hurmatli Munavvar kun boshlovchilari va vohadoshlarimiz va Nazokat Normurodova. Assalomu alaykum qadrli Munavvar kun ijodkorlari, chiroyli ijrolar bo'lyapti. Mehmonlarimizga ham rahmat. Ijodlariga omad tilab qolamiz deganlar. Sheroboddan Nazokat opa. Albatta muxlislarimizga ham e'tirof etishyapti, demak ijodlarini, barchangizni ijodlaringizni. Xuddi shunday. Demak, biz final qo'shig'imizni hozir taqdim etmaymiz. Bizda bugun kun ijrochisi bor edi. Musulmon aka, Ahmad aka, Ravshan aka. Ravshan Namozov qarang, ismlarni ham uyqashtirgan ekansiz bugunchami? Ko'rdingizmi, qanaqa har bitta jihatga alohida e'tibor qaratganman-da. Demak, bizda ajoyib tarona bor hozir va yakunda ko'pchilik kutib turgan bo'lishi kerak. Ravshan Namozovning Surxondaryo haqidagi go'zal qo'shig'i bor edi. Xo'p, qani
ijro etadilarmi deb oxirida final qo'shiq bo'ladi. Hozir esa rejissyorimiz taklif qilyapti, qo'shiqlarni eshityapmiz o'zlaridan. Mobil kamera sahifasiga navbat bersakchi deyaptilar. Nima? Yaxshi bo'lardi. Demak, bizda hozir mobil kamera sahifasi birgalikda tomosha qilamiz. Zo'r, marhamat. Is she okay, Tommy? Did you like that? I like that one. Aziz teletomoshabinlar, bejizga aytishmaydi-da, yaxshi kunlar tez o'tadi deb munavvar lahzalar ham bir pasda o'tib ketadi-da. Ayniqsa yaxshi insonlar bilan ham suhbat bo'lsangiz, xuddiki o'sha go'zal tabiat qo'ynida maza qilib o'tirgandek hordiq chiqarasiz. Hozir ham xuddi shunday bo'ldi. Gul lolalar, shabnamlar, ibolar, hayolar, begoyimlar haqida so'z yuritdik va asosiysi bu ko'rsatuv menimcha ko'pchilikka manzur bo'ldi. Bizni tomosha qilayotgan qadrli muxlislarimiz uchun edi barcha chiqishlarimiz, barcha namoyishlarimiz. Azizlar, Surxondaryo telekanalidagi, demak, taqdim etib borilayotgan Munavvar kun dasturi sizga manzur bo'lyapti degan umiddamiz. Albatta. Biz ko'p so'z aytmadik va ko'p savol bermadik Ravshan akaga ham, Musulmon akaga ham. Lekin bitta savol qoldirdik, kun tilaklari bormi degan savolni. Demak, muxlislarimizga kun tilaklarini bildirishingiz mumkin. Ravshan aka, marhamat, ustoz ijodkor. Yurtimiz farovon bo'lsin. Mustaqilligimiz bardavom bo'lsin. Xalqimiz boy bo'lsin. Yashang. Rahmat, Ahmad akadan ham eshitamiz. Ahmad aka. Musulmon aka ham gapirsalar, Ahmad aka oxirida tugatib beradilar. Musulmon aka bizning fikrimizga qo'shilmoqchi ekanlar. Mayli. Men avvalambor shu fursatdan foydalanib butun ushbu dasturni tomosha qilayotgan vatandoshlarimizga, yurtdoshlarimizga, qo'shni respublikalar ham buni tomosha qilyaptilar. Barchalariga bugungi kunlarimiz fayzli va chiroyli o'tishligini, hammasini oilasiga birdamlik, mehr oqibatli bo'lishligini istab qolaman. Boya so'zlaringiz izdan so'zlar ketdi. Surxondaryo viloyatimizni ta'riflashda juda ham chiroyli so'zlar ketdi. U mubolag'a emas. Agarda bizlar tumandan mana bir oyda bir marta Termizga keladigan bo'lsak, Qumqo'rg'on tumanidan chiqqan bo'lsak, o'rtada Jarqo'rg'on tumani va Termizga kirib kelyapmiz. Har kuni boshqacha o'zgarishlar bo'lib ketgan. Shunchalik chiroyli, shunchalik go'zal, yangi binolar qad ko'targan, hamma tomon suv sepilgan, go'zal, chiroyli joylarimiz. Ayniqsa shu fursatdan foydalanib, muhtaram prezidentimizning mana yashil makon davlat dasturlari bizni Qumqo'rg'on tumanimizda ham keng amalga oshirib borilyapti. Yashilliklar, juda go'zalliklarga boy. Qolaversa, bizda kombinat yaqinda xudo xolasa ishga tushadilar. Ishga tushish arafasida turibdi. Juda katta tekstil kombinati va bugungi kunda Termizga shunchalik tez keldiki, asfaltlarimiz ravon, chiroyli,
qiynalmasdan juda chiroyli holatda keldik. Albatta mana shu ishlarni amalga oshirayotgan avvalambor yurtdoshimiz, viloyat hokimi, tumanimizning hokimlariga biz o'zimizni minnatdorligimizni, san'atkorlarimizni minnatdor ekanliklarini albatta isbot qilmasak bo'lmaydi. Rahmat Ahmad aka, mana Sizlarga ham shunaqa rahmat tilaklar. bugungi tashrif uchun va o'qish ishlarida, ijodida barkamollik tilaymiz. Bu qizlarimizni Sojidaxon hamda Nasibaxon Saqibovalar raqsni saqlanishtirishda baltmesterlarimiz bevosita yordam Ularga berib ham turibdi. minnatdorchilik bildirib qolamiz. Kelgusida albatta ularni ham Yaxshi. Yangi kelishgan. ijod namunalari bilan mehmonlarimizni kutib qolamiz va aziz teletomoshabinlar, shuning bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ajoyib tarona bilan albatta. Xuddi shunday. Surxondaryo telekanalida Surxondaryo ta'riflanadi. Marhamat Ravshan aka. Surxondaryoga dilimdan jo'shirgan dunyoga Surxondaryoga dilimdan jo'shirgan dunyoga qo'shiqlarim bağışlay senga qo'shiqlarim bağışlay senga onam kabi azizsan menga onam kabi azizsan menga Kolumda tar, yangradi tar. Kolumda tar, yangradi tar. Kuylayin yana yana, kuylayin yana yana. Kuylayin yana yana, kuylayin yana yana. Şarabot şiirlarini maqtar zamona Qumqo'ronda duri durdonanga Şarabot şiirlarini maqtar zamona Doğrug'ing taraldi bukun har yana Olamga doston Surxon daryosan
kun har yoni olamga mashhur surxon daryomsan rohat bag'ishlar tog'lar jamoli sochingni siypanar termish shamoli rohat bag'ishlar boysin jamoli sochingni siypanar sho'rchim shamoli olamga doston surxon daryomsan olamga mashhur surxon daryomsan olamga doston surxon daryomsan olamga mashhur surxon daryomsan